Tayvan parlamenti 2022 yılı 31 dekabr günü bilet taşlab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan. Buning bilan Tayvan Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb to'nigan g'arb parlamentlarining sepiga qo'shilgan. Hozir qadar Amerika hukumati va davlat majlisi Kanada, Angliya, Belgiya, Gollandiya, Fransiya, Chexiya va Litva qatorliq nurg'un davlatlarning parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan. Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi 1989 yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbari O'rkash davlatning bildirishicha, Tayvan parlamenti parlament kishilik huquq komitetining turkisi va komitet raisi Wang Dongyuning taklif loyihasi sunishi bilan 30 dekabr bilet tashlab, Xitoy hukumatining Xinjiangda kishilik huquqqa ig'ir buzg'unchilik qilganligi, uning harakati irqiy qirg'inchilik tashkil qilganligini qaror qilgan. Qaror loyihasida yana Xitoy hukumatining ayblanishi va uningga qarta embargo yurgizilishi kerakligi, shundaqla Tayvanning Uyg'ur xalqidan hal so'raydiganligi ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan parlamentining qarori Uyg'ur lager shoidi Mehrigul Tursunning lagerdagi kechmishlari asosida yozilgan Bars Kelmas yer nomli kitob. Tayvanda Xitoycha tarjima qilinib nashr qilingan bir vaqtda ma'qullangan Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Wang Dongyu 30 dekabr bu kitobning nashr qilinish munosabati bilan axborot yig'ini o'tkazib, Tayvan parlamentining qarorini e'lon qilgan. O'rkash davlatning aytishicha, Wang Dongyuning Tayvan parlamenti sungan taklif loyihasini 14 nafar parlament a'zosi qo'llab imzo qo'ygan bo'lib, Tayvan parlamentida hech qanday qarshilik uchirmagan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Ankara'da o'tkazgan 2022 yillik xizmat xulosa yig'inida Turkiya Xitoy munosabati haqida to'xtalib, Xitoy davlatining Turkiyadagi ba'zi Uyg'urlarni qaytarib berishni talab qilayotganligini, Turkiyaning hargizmi qaytarib bermaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Muxbirlarning kutib olish yig'inida Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda Uyg'ur masalasi haqida tafsiliy to'xtalgan. 29 dekabr kuni Media Gazeta nomli tor gazetada e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda tafsili berilgan bo'lib, Mevlut Çavuşoğlu Uyg'urlarga bo'lgan pozitsiyasi tufayli Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda chekinish bo'lganligini, Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi ostilashning butunlay Xitoy tufayli o'ttirib chiqqan ahvol ekanligini, Xitoy o'zlaridan Uyg'ur masalasiga tutgan pozitsiyasidan bearam bo'layotganligini, bo'libmi xalqaro sorunlarda Uyg'ur turklarining haq huquqini qo'g'dishining Xitoyni qattiq bearam qilayotganligini bildirgan. 2017 yildan bugungacha Turkiya prezidenti 3 qitim, Tashqi ishlar ministri 5 qitim, Tashqi ishlar ministrlik bayonotchisi 3 qitim, hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi bayonotchisi 3 qitim bayonot berib, Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mo, o'qitish partiyalar buning bakli yetarsiz ekanligini ilgari surmoqda ekan. Amerika Valkoçisi gezisining 1-oyning 2-kundagi maqolasi qaraganda, Xi Jinping oldingi shanba kuni o'zining yangi yillik tabrik so'zida 3 yil yuqumning oldini olish va kontrol qilish siyosatining kishilarning turmushi qiyinchilik elib kelganligini e'tirof qilgan ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xi Jinping tabrik so'zida o'zlarining azaldan ko'rilib bo'lmagan qiyinchilik va xirislarni yengib chiqqanligini, buning hammalarga oson to'xtamaganligini, ya'ni o'tgan yili noyabr oyining oxirida yuz bergan Xitoy virus yuqumining oldini olish va kontrol qilish tadbirlariga qarshi elib berilgan oshkor namoyishni e'tirof qilganligini, ommaning o'xshamagan ko'z qarashda bo'lganligini tilga ilib, ko'pchilikni ittifoqlashishga chaqirganligini bildirgan. Angliya pul muomil vaqt gezisining shanba kundagi maqolasida Xitoy Kompartiyasi kishilarning navbatdagi Xitoy virus yuqum krizisidan diqqatini burashga urinayotganligini, buningdan Xi Jinpingning Xitoy virusi yuqumiga tadbir belgilashining davlat ichi va sirtidagi innovativ ziyon solganligini ko'rsatib berganligini ta'kidlagan. Xitoyda Yangi yil bayram mezgilida Henan o'lkasi Joukou shahrida kishilar ko'chalarga chiqib pojansa atgan. Shuning bilan soqchilar bilan xalq o'ttirisi to'qinish yuz bergan. Soqchilar nurg'un kishilarni tutqun qilgan. Xalq ommasi ulardan tutqun qilinganlarni qo'yib berishni talab qilgan va soqchi mashinasini ag'dirib tashlagan. Bir qism yoshlar soqchi mashinasiga sakrab chiqib, soqchi mashinasining nomer taxtasini qo'mirib tashlagan hamda kishilarning qo'llashi va olqishiga erishgan. Henan o'lkasidan boshqa Nanjing, Shandong va boshqa joylarda pojansa namoyish yuz bergan ekan. Obrazchilarning bildirishicha, oq qog'oz harakatidan pojansa harakatigacha Xitoy xalqi namoyish orqali uyg'onib o'z huquqi uchun kurash qilishga boshlaganligini, buni Xitoy xalqi uchun g'oyat zo'r ilgirlash ekanligini bildirgan. 2 yanvar kuni Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi Xi Jinpingning 2023 yil haqidagi yangi umidlari qatorida uning Hong Kong va Sharq Turkistonga borganda so'zlagan so'zlarini to'plab e'lon qilgan. Shuningdek, buningga rais Xi Jinpingning Hong Kong va Xinjiang haqidagi yangi qarashi deb mavzu qo'ygan.
Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi e'lon qilgan qisqa videoda Shi Jinpingning Hong Kongdagi xizmat ziyorati jarayonida so'zlagan so'zlar qatorida Hong Kong hozir qalaymaqonchilikqa xotim berib parlaq kelgusiga yuzlanmoqda deganligi alohida gavdalantirilgan ekan. Bu orqali Hong Kongdagi demokratiya va qonun orqali idora qilishni talab qilish namoyishining zo'rliq kuchi bilan bostirilishi pardozlab ko'rsatilgan. Shu qatorda Sharq Turkiston haqidagi bo'lakda millatlarning ittifoq bo'lishi hamda anarning tanisidagi zich uyushi alohida ta'kidlangan. Bu orqali Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ijro qilinib kelayotgan turli siyosat va tadbirlarning mushu yo'sinida davom bo'lganligidan bishorat berilgan ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashi 2022-yil e'lon qilgan dokladda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qilmishlari insoniyatga qarshi jinoyat deb ko'rsatilgan. Yevropa Birleşmesi Xitoyni texnik unumlik Xitoy virusi vaksinasi bilan haqsiz ta'minlaydiganligini bildirgan. Ammo Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Mao'ning 3-yanvar kuni Xitoyda davlat ishidagi vaksina ishlab chiqarishning yetarli ehtiyojini qondira oladiganligini o'ttirib qo'yib, Yevropa ittifoqining yordamini rad qilgan. Angliya pul muomala vaqt kezining 3-yanvar kuni xabar qilishicha, ismini oshkorlashni xohlamagan Yevropa komissiyoni amaldori bu taklifning Yevropa ittifoqidagi 27 davlatning sahiya xodimlarining 3-yanvar kuni yig'indan bir qancha kun burun o'ttirib qo'yilganligini, Xitoy virusining variantlarini bartaraf qilish uchun ommaviy sog'lomlik bilimlarini o'rtoqlashish va vaksina i'ona qilish qatorliq ishlar uchun Xitoy amaldorlari bilan aloqalashganligini, lekin Xitoydan hech qanday javob kelmaganligini bildirgan. Amerika xabar iqimi torining 4-dekabr kuni e'lon qilgan maqolasi qaraganda, Xitoy hozir fuqarolarni umumyuzlik kuzatish va kontrol qilish davriga kirgan bo'lib, mamlakatning hamma joyiga 400 million kamera o'rnatib, dunyodagi eng chong ta'qib nazorat davlatiga aylangan. Maqolada aytilishicha, Amerikadagi axborot hammadan muhim nomli programmada ta'qib nazorat davlati jamiyatni kontrol qilishning yangi davrini boshlamoqchi bo'lgan Xitoyning urinishlari nomli yangi kitob haqida suhbat elib berilgan. Kitap avtorlaridan Wall Street jurnali muxbiri Liza Lin bilan Josh Chin Xitoy hukumati to'plagan sonliq ma'lumotlarning boshqa har qanday davlatdan eshib ketganligini, Amerika kirmini jilg'isidan kelgan ilg'or texnikalarning bu ishga qanday yordam berganligini, Uyg'ur rayonidagi xalqni kontrol qilish uchun Xitoyning o texnikalardan qanday foydalanganligini aytgan. Ular yana Xitoydagi kameralarning 400 milliondan oshganligini, Xitoy hukumatining Xitoydagi 1 milliard abonentining aql foniga bemalol kirib tekshirib, Xitoyning xavfsizligiga chetildigan har qanday uchurni suzib ola oladiganligini bildirgan. Suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur rayoni Xitoyning eng dastlabki ta'qib nazorat sistemasi qurgan va sinov qilgan bazasi bo'lib, undan keyin Xitoy hukumati bu sistemani ichkari Xitoyga, hatto Osiyo, Afrikadagi boshqa davlatlarga kengaytgan. Ürümchida yashaydigan qozoq Janargul Jumatay yaqinda bir dangli qozoq kishiga qutqizib olish talab xati yozgan. U xatida o'zining turishlik yerlik hukumatdan muvofiq o'tloq to'liqlamasi va ko'chirish to'liqlamasini elish jarayonida yerlik hukumat tarafidan xatarli kishilar tizimligiga kirgizilib, 2017-yil 26-sentyabrdan boshlab Xitoyning atalmış tarbiyalash o'rinlariga so'lab qo'yilgan ekan. Qo'yib berilgandan keyinmi yerlik saqchilar yanada uni va oilasidagilarni kuzatib turganligini, normal sirtqa chiqib ishlashga, pasport iltimos qilishga amalsiz qolganligini, hatto doktorxonaga borsimi kasal ko'rsash jarayonida daxil ta'ruzga uchrashidan ansirab, majburiy ruhiy kasallar doktorxonasiga avatilishidan qo'rqqan. Yan telefonini xotirjam qo'ldan olmaydi ekan. U Markaziy axborot agentligining maxsus ziyoratini qabul qilganda, o'tgan 6 yilda o'zining hech qanday kirimi yo'qligini, oilasining qo'llashi bilan intayin jafoliq turmush kechirganligini, o'zining Xitoy hukumati tomonidan to'lam ishlar bilan Qozog'istondan aldab kelib tutqun qilinganligini, 2017-yil 26-sentyabrdan boshlab Xitoy jazo lageri qamilib, Urumchidagi 2-turma va 3-turmada 2 yil 23 kun solinib, 2019-yil 18-oktyabrda qo'yib berilganligini bildirgan. Janargul ilgari Qozog'iston davlatlik televiziya stansiyasida ishlagan danglik san'atkor bo'lib, shundaqla tunji bo'lib vatanda turib sirtning ziyoratini qabul qilib, o'zining Xitoy tarafidan jazo lageriga solinib, uchirgan ziyonkashlik kechirmishlarini sirtqi dunyoga anglatgan. Xitoy hukumati yuqumni nolga tushirishdan iborat qattiq qo'lli qamal siyosatini bekor qilgandan keyin Sharq Turkistondagi Xitoy hukumat taratqullari kundalik yuqum ahvoliga oid sonliq ma'lumotlarni e'lon qilishni to'xtatgan bo'lsa-mu, yerliklardan egilangan uchurlarda Sharq Turkistondagi yuqum vaziyatining Xitoy o'lkalariga o'xshashla jiddiyligi ma'lum bo'lmoqda.
Atalmış Şinjan Partikom sekretari Ma Shungroyning 5 yanvar kuni butun rayondagi yo'qimning oldini olish va kontrol qilish to'g'risida chaqirgan maxsus sin ko'rinish yig'indimi har qaysi joylarda yo'qimni kontrol qilishni qattiq ta'kidlashi vaziyatning ig'irligidan derak bermoqda. Tangirtaq torining bu vaqtdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Ma Shungroy yig'inda bu yangi bosqichda butkul rayon siyosiy hukm, siyosiy tushunish va siyosiy ijro qilishni yaxshilab, partiya markaziy komitetining qarori va o'rinlashtirishini qat'iy ijro qilish kerak degan. Bo'libmi Ma Shungroy so'zida Xitoyning Chag'an bayram mezgildagi kasallik ahvoliga bo'lgan tayyorlikni puxtalash, ojizliklarni to'liqlash, dori shirkatlarining ishlab chiqarishini ilgari surish, ommaning davolanish dorilarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, asliha kamligini to'liqlash, balnis karvati va tibbiy xodimlarni to'liqlashga kapolatlik qilish haqida nuqtaliq to'xtalgan ekan. Bundan başqa atalmış Şinjan gezisining xabar qilishicha, Sharq Turkiston doiralarining ehtiyojiga asosan 20 mahalla aholilar komiteti doktorxonasini ko'paytirishni qaror qilganligi deyilgan. Hozir ijtimoiy taratqular orqali tarqalgan uchurlarda Xitoy miqyosida qizitma tushirish va yo'tal dorilarning zo'r darajada kamchil bo'layotganligi oshkorlangan. 3 yildan buyon chekidan oshgan Xitoy virus yuqumining qamal tadbirlarini yo'l qo'yib, dunyoni cho'chitgan Xitoy hukumatining qamal tadbirlarini bekor qilishda buncha tayyorliksiz bo'lishimi dunyoni gumonga solgan. Angliyaning muhofizatchi gazeti 3 yanvar kuni e'lon qilgan tahrirat maqolasida Xitoyning bugungi kunda beshidan o'tkazayotgan bu Xitoy virus krizisini butunlay tadbirsizligining natijasi deb baholagan. Ular maqolasida Xitoy hukumati agar Xitoy virus yuqumini tizginlashda tadbirlik bo'lgan bo'lsa, yuqum va o'lim ahvollarining hozirgidek ig'ir bo'lmaydiganligini, xalqning bundoq ig'ir bedel to'lamaydiganligini eskartgan. Amerika va Yaponiya xalqaro ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak masalasida birlikda harakat qilmoqchi bo'lgan. Yaqinda e'lon qilingan bir dokladda dunyodagi asosiy avtomobil ishlab chiqaruvchilarning ta'minlash zanjirida Uyg'urlarni majburiy emgakka silish ahvolining ig'ir ekanligi o'ttirib qo'yilgan bo'lib, Amerika Kengash palatasi Moliya komiteti bu vaqtda tekshirish olib berayotganligini bildirgan. Yapon xabarlar torining 5 yanvar xabar qilishicha, Yaponiya va Amerika hukumatlari xalqaro ta'minlash zanjiridagi kishilik huquq masalasini yo'qotish uchun yangi bir organ qurmoqchi bo'lgan. Bir qancha hukumat amaldorlarining so'ziga qaraganda, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka solganlik qatorliq masalalarning turtkisida bu yangi organ Yaponiyaning davlat ishidagi belgilamalarini tartibga solish va Amerikaning bu xil masalalarni hal qilish tirishchanligini kuchaytirishni maqsad qilgan. Xabarda aytilishicha, Yaponiyaning iqtisod, savdo va sanoat ministri Yasutoshi Nishimura Amerika ziyoratida Amerikaning savdo vakili Katerin Tay bilan ko'rishib, bu tashkilotning qurilishi haqida bir tushunish eslatmasi imzolaydi ekan. Plandagi bu xizmat gruppasi Yaponiyaning iqtisod, savdo va sanoat ministrligi va tashqi ishlar ministrligi, Amerika tarafdan bo'lsa savdo vakili ishxonasi, tashqi ishlar ministrligi, savdo ministrligi va emgak ministrligidan tarkib topadi ekan. Yaponiya sanoat ministrligi bilan Amerika savdo vakili ishxonasi o'rtaq raislik qiladi ekan. Egilishicha, bu yangi organ majburiy emgak, milliy va diniy kamsitishni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsanchiliklarini yo'qotish maqsadida doirlar bilan shirkatlar orasidagi ta'minlash zanjiriga aloqador belgilama va siyosatlarni almashtirishni kuchaytirish hamda mazkur belgilamalarning shirkatlarning faoliyatlariga bo'lgan ta'sirini tahlil qilishga mas'ul bo'ladi ekan. Amerika hukumati yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak solganligiga qarshi bir qator tadbirlarni qo'llangan. O'tgan yili iyun oyida ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunida prinsip jihatdan atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidan chiqqan barliq mahsulotlarning import qilinishini cheklagan.